Bu sirop dorilarni o'zidan 2 kilometr narida qoldirib ketadi. Bugun sizlar bilan yurak uchun eng foydali bo'lgan kardamon siropi haqida gaplashamiz. Yurak baquvvat bo'lsa, boshqa joylar ham baquvvat bo'ladi. Bu kardamon siropi tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Mana ko'rib qo'yishingiz mumkin. 7-8 xil giyohdan tayyorlangan. Asosiy sostavi kardamon. Bu nimaga foydali? Barcha yurak kasalliklariga, darmonsizlikka, yurak faoliyati buzilishida, immunitetni oshirish uchun, yurak yetishmovchiligi sindromi, yurak ishemik kasalligi, miokard infarkt, arterial gipertenziya, ateroskleroz kasalliklarida foydali ekan. Bu yuragingizni baquvvat qiladi, davleniyani tushirishga yordam beradi, qoningizni ham suyultiradi. Qon suyuq bo'lsa, qon quyuq bo'lmasa, juda zo'r degani. Endi sizlarga bir lop aytib beraman. Lop bu sirop barcha dorilarni o'zidan 2 kilometr narida qoldirib ketadi. Shuning uchun buni profilaktika uchun ham, davolanish maqsadida ham ichsa bo'ladi.